Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, YouTube foydalanuvchilari. Bugun paslga keldi. Disklar zakaz qilgandim. PlayStation 4 ga. Hop, demak, boshqa viloyatlardan kelgan. Endi buni bir ochib ko'ramiz. YouTube videoni ko'rib bo'lganingizdan so'ng video yoqqan bo'lsa like bosib keting. Iloji bo'lsa podpiska qilib qo'ying. Do'stlarga ulashing. Qani biz ketdik. Birinchi o'yin PS20. Endi salafanda solib jo'natishgan ekan, hozir ochib ularni ham ko'ramiz. Ketdi. Bizlar qancha tur Hitoy o'yinlarda Dead Island 2 Day One Edition. Mafia 3 Buncha kartalar o'xshaydi, ancha og'ir ekan. Aytganimdek kartalari bor. Obzorlarni ko'rsangiz keyin joylashtirib qo'yamiz. Va so'nggi o'yin bizda Days Gone. Ajoyib zombi o'yin. Post-apokalipsis zamonidagi. Juda zo'r. Disk. Umuman idealniy, zo'r. Xo'p. Video yoqqan bo'lsa demak like bosing, obuna bo'ling, kommentariyaga savolingiz bo'lsa qoldirib keting. Telegram bemalol Telegramga murojaat qilishingiz mumkin. Shu manzilimda bo'ladi. Sotuvda hamma narsa bor. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.